Olyapti. Teacherlikni boshlash uchun. Bu davlatdan surish uchun. IELTS o'qishdan maqsadim ko'pgina pul topish. Money. Amerikadagi yaxshi universitetda o'qish uchun. Tiriklik manbai. Yaxshi universitetda o'qish uchun. Obro'. IELTS bizga, balkim butun jamiyatga kerak, balkim butun O'zbekiston yoshlarini rivojlantirish uchun, balkim butun dunyoga chiqish uchun ham, balkim ya'ni rivojlanish uchun aynan kerak. IELTS aynan meni shaxsiyatimga o'qitish uchun kerak. Я хочу получить IELTS, потому что я хочу стать стюардессой и учиться за границей. IELTS o'zini kelajagini sotib olish uchun. Ikkita sabab bor. Birinchisi uyimdagilarni, oilamni mendan faxrlanish uchun, ayniqsa ayamni. Ikkinchisi kelajakda o'zimni kelajakda kasbim uchun, keyin o'zimga ko'proq ishonchim bo'lishi uchun. IELTS menga kerak. Shu kelajaklarimda menga kerak bo'ladi. Dubayga bormoqchi edim. IELTS shuning uchun menga kerak. Yaxshiroq oylik uchun, ko'proq pul topish uchun kerak. Westminsterga o'qishga kirmoqchiman. Amerikada o'qish uchun. Asosan menga IELTS Garvard universitetiga o'qishga kirish uchun kerak. IELTS olishdan katta maqsadim yoshligimda shu chetga borib o'qish bo'lgan, lekin chetga borib o'qishdan o'rniga Dubayga borib 5 yil ishlab kelganman. Hozirda ingliz tilidan o'qituvchilik qilyapman. Agarda bu IELTS olmaganimda menimcha it would be impossible. So I'm really happy that I have IELTS.